Qish sovuq fasl, lekin qor yoqqanda uni tomosha qilish juda boshqacha, gashtli, to'g'ri emasmi? Aql bovar qilmas tuyulsa-da, qor aslida rangsiz va shaffof ekanligini bilasizmi? Qor parchalari muz kristallaridan iborat bo'lib, ular yorug'likni o'zidan o'tkazmasdan hamma rang spektrlarini birdek aks ettiradi, ya'ni sochadi. Odam ko'zi esa bu barcha ranglar yig'indisini oq rang sifatida qabul qilar ekan. Har bir qor parchasi bulutdan yerga tushguncha o'ziga xos harorat va namlik yo'lini bosib o'tadi. Bu jarayondagi millionlab molekulalarning joylashishi shu qadar murakkabki, dunyo tarixida ikkita mutlaqo bir xil geometrik shaklga ega qor parchasi hali uchramagan degan fikr mavjud. Ularning deyarli barchasi olti burchak shaklida bo'ladi. Dunyoning ayrim tog'li hududlarida, masalan, Alp yoki Antarktidada pushti yoki qizil rangli qorni uchratish mumkin ekan. Bu sehr emas, balki qor ichida yashovchi maxsus suv o'tlarining natijasi ekan. Eng qizig'i, bunday qordan xuddiki tarvuzning hidi keladi. Ammo uni yeyish albatta sog'liq uchun xavfli. Qorning 90-95% havodan iborat bo'lgani uchun u issiqlikni juda yomon o'tkazadi. Shu sababli qor qalin yoqqanda yerning harorati sovib ketmaydi, balki o'simliklar va jonivorlarni qattiq sovuqdan himoya qiladi. Eskimoslarning muzdan yasalgan uylari iglu ichida harorat tashqaridagidan 20-30 daraja issiqroq bo'lishining siri ham ana shunda. Ginnesning rekordlar kitobiga ko'ra, dunyodagi eng katta qor parchasi 1887-yilda AQShning Montana shtatida qayd etilgan ekan. Uning diametri naq 38 sm-ni tashkil qilgan. Bunga ishonish juda ham qiyin. Oddiy qor parchalari esa odatda bir necha millimetrdan oshmaydi. Qor parchasining shakli bu uning osmondan yerga tushguncha bosib o'tgan sayohatnomasi deyish mumkin. Fizik olimlar qor parchalarining shakli va havo harorati o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashgan. Yulduzsimon va papriksimon kristallar bizda eng ko'p ko'radigan 6 shoxli go'zal yulduzchalardir. Ular havo harorati -12 va -16 atrofida bo'lganda hosil bo'ladi. Agar siz yerda juda chiroyli va murakkab yulduzchani ko'rsangiz, demak tepada haqiqiy qish ertagidagidek mo'tadil sovuq bor. Nima uchun qor parchalari turlicha bo'ladi? Buning siri namlik va haroratning o'zaro ta'sirida ekan. Havo qanchalik nam bo'lsa, qor parchasining shoxlari shunchalik murakkab va uzun bo'lar ekan. Havo quruq bo'lsa, qor parchalari soddaroq shaklda qolar ekan. Qor parchasi yerga tushayotganda bir necha xil harorat qatlamlaridan o'tsa, uning markazi bir shaklda, chetlari esa boshqa shaklda bo'lishi mumkin. Buni faqat mikroskop ostidagina ko'rish mumkin. Nima uchun qor oyoq ostida g'ijillaydi? Qor g'ijirlashi bu aslida millionlab mayda muz kristallarining bir vaqtda sinish ovozidir. Bu holat faqat havo harorati -5 darajadan past bo'lgandagina sodir bo'ladi. Agar havo iliqroq bo'lsa, muz kristallari sinish o'rniga erib, bir-biriga yopishib ketadi va ovoz chiqmaydi. Har bir qor parchasining markazida kichkinagina chang zarrasi yotadi. Suv bug'lari havodagi o'sha chang zarrasi atrofida muzlab, kristal hosil qiladi. Agar havoda chang bo'lmasa, qor hosil bo'lishi qiyin kechardi. Nima uchun qor yoqqanda atrof juda jimjit bo'lib qolishini bilasizmi? Yangi yoqqan qorning ichi havoga to'la bo'lgani uchun u tovush to'lqinlarini yutib yuboradi. Ammo qor erib muzga aylansa, aksincha tovushni qaytaradi va atrofdagi shovqin yanada balandroq eshitila boshlaydi. Bunga ishonish qiyin, lekin maymunlar ham qorbo'ron o'ynar ekan. Qor bilan o'ynashni faqatgina odamlar emas, yapon makakalari ham yoqtirishar ekan. Ular ataylab qorni dumaloqlab, koptokchalar yasashi va bir-birlariga otishi kuzatilgan. Bu ular uchun nafaqat o'yin, balki ijtimoiy aloqa qilish usuli ekan. Dunyoda qorni ko'rsa vahimaga tushadigan odamlar ham borligini bilasizmi? Xenofobiya deb ataluvchi bu kasallik odatda bolalikda qor bilan bog'liq biror baxtsiz hodisa yoki sovuqda qolib ketish kabi ruhiy jarohatlardan so'ng paydo bo'ladi. Mars sayyorasida ham qor bo'ronlari kuzatiladi, lekin u yerdagi qor biznikidan farq qiladi. Marsning janubiy qutbida karbonat angidriddan iborat
qor parchalari yog'ishi aniqlangan. Yaponiyaning Xokkaydo orolida joylashgan qor parchalari muzeyi dunyodagi eng go'zal va noyob maskanlardan biri hisoblanadi. U nafaqat muzey, balki haqiqiy muz qasrini yodga soladi. Muzeyning eng hayratlanarli tomoni shundaki, u yerda harorat doimo past saqlanadi. Tashrif buyuruvchilar maxsus muzli yo'laklar orqali yurishadi. U yerda shisha devorlar ortida haqiqiy muz ustunlar va inshootlari saqlanadi. Bu yerda siz o'zingizni muzlik davri yoki qor malikasi ertagiga tushib qolgandek his qilishingiz hech gap emas. Muzey zallarida minglab qor parchalarining mikroskop ostida olingan suratlari ko'rgazmaga qo'yilgan. Siz u yerda qor parchalarining 35 xildan 81 xilgacha bo'lgan turlarini, yulduzchalar, ustunchalar, plastinkalar, ulkan formatdagi rasmlarda ko'rishingiz mumkin. Bu rasmlar oddiy qor biz o'ylagandan ko'ra ancha murakkab geometrik tuzilishga ega ekanligini isbotlaydi. Muzey mashhur fizik Nakaya Ukitira sharafiga nomlangan. U dunyoda birinchi bo'lib laboratoriya sharoitida sun'iy qor parchasini yaratishga muvaffaq bo'lgan inson. Uning qor bu osmondan yuborilgan iyerogliflar degan mashhur iborasi muzeyning bosh g'oyasi hisoblanadi. Muzey ichida nafaqat ko'rgazmalar, balki ajoyib musiqa zali ham bor. U yerda devorlar va shiftlar qor parchalari ko'rinishidagi naqshlar bilan bezatilgan. Bu yerda tez-tez konsertlar va bayram tadbirlari o'tkaziladi. Odamlar sovuq muz qasri ichida jonli musiqa tinglab, madaniy hordiq chiqarishadi. Zallardan birining devorlari to'liq qor parchalari tasvirlangan vitrajlar, rangli shishalar bilan bezatilgan. Quyosh nuri bu shishalardan o'tganda butun zal turfa ranglarga bo'yaladi va qor parchalari xuddi haqiqiy olmoslardek porlay boshlaydi. Sizning ham u yerga borgingiz kelib ketdimi? Mening ham. Bugun esa hozircha qorni yog'ishini tomosha qilib zavqlanamiz.